Assalomu alaykum. Bugun biz Toshkent viloyati To'ychirchiq tumanidagi sun'iy baliq yetishtirish ko'liga tashrif buyurdik. Bu yerda Qishloq xo'jaligi vazirligining 100 tashabbus doirasida amalga oshirilayotgan ko'llar ustida intensiv shol yetishtirish ko'lning ustiga po'kakdan, oq po'kakdan qo'yilib, tuvakka shol ekilgan. Buning afzallik tomoni ko'ldan ham baliq oladi, ham ko'l ustidan organik shol yetishtiriladi. Ushbu sholimiz Sholichilik ilmiy tadqiqot institutining olimlari tomonidan yaratilgan Iskandar navi bo'lib, 1-15 may kunlari ekilgan. Hozir ko'rishimiz mumkin, mana orqasida ham tomirlar chiqib turibdi. Yana bir yaxshi tomoni, ushbu tomirlarni baliqqa ozuqa bo'ladi. Baliqlar yeb, undan ozuqa sifatida foydalanishi mumkin. Bu juda ham qo'shilgan qiymat sifatida yuqori baholanadi. Ham ko'ldan baliq olinadi, ham shol yetishtiriladi. Sholi ham hech qanday kimyoviy o'g'itlarsiz organik sholi hisoblanadi. Mana ko'rishimiz mumkin, shu yerning o'zida ham juda ham ko'p shol olish imkoniyati bor, hamda mana qo'shni bo'lgan ko'llarda ham shollarni yetishtirish imkoniyatimiz mavjud.